Erim boshqa ayol bilan ham yashab yuribdi. Orasida nikoh ham yo'q. O'shani qamatishim kerak. Yordam bering iltimos. Demak, qonuniy nikohsiz yashaganlik uchun javobgarlik bormi? Do'stlar, qonunlarimiz hech kimga nikoh bilan yashash majburiyatini yuklamaydi. Bu narsa ko'proq har bir shaxsning jinsiy erkinligi bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Javobgarlik kelib chiqadigan holat ham bo'lishi mumkin, faqatgina bu holatda erkak 2 va undan ortiq xotin bilan umumiy ro'zg'or asosida yashasagina. Mana shu holatda Jinoyat kodeksining 126-moddasiga asosan, ya'ni ko'p xotinlilik bilan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Yoki mayli umumiy ro'zg'or asosida yashamasin, alohida boshqa ayol bilan shar'iy nikoh asosida yashab kelyapti. Bu holatda esa faqatgina o'sha shar'iy nikohni o'qigan domlaga nisbatan ma'muriy javobgarlik kelib chiqishi mumkin. Demak, yuqoridagi savolning egasi eri bilan yashab kelgan ayolni hech qanaqasiga qamata olmas ekan. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga